Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi Toshkentdan Qo'yliq darvozasiga mana Guruntopga sepish jarayoni. Qo'yliqli aka ruchkalargacha qo'yib. Yerga yopishtirmani shartmas. Yerga yopishtirilmaydi. Xudo xolasa bilan qo'yni obzorlarni tashlab o'tganmiz. Ish jarayonlari, suvarka jarayoni, kraska jarayoni hammasini. Leslarimiz 2 chiqadi xudo xolasa, 2.02 chiqadi leslarimiz. Pachineli, shaneli va bizatini mana orqalarigacha qo'yilgan. Orqalari polniy bo'lingan, hozir Guruntovkadan sepib, etido xudo xolasa tashlanadi. Mana bu Buxoron darvozasi, Samarqand fason Buxoron darvozasi. Kimga shunaqa sifatli darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalariga murojaat qilaverasizlar. Mana bu darvoza Andijon Baliqchin darvozasi. Baliqchilik aka, respekt mana aka. 35 selli shanel qo'ydik mana. Okey, mana uzmay qo'yganmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz. Mana shu go'ninglar bilan xullas aqliyatgan liboskilik ish ko'rib olaysiz. Mana xudo xolasa o'zi buni ham quyilmagan hali. Kimlardir shuni 2 ta 3 ta ilintirib, u go'ningni quyib uryapti-da, nima qilib. Kimlardir buni lis qoplaveryapti 2 ta 3 ta. Biz atido uzmasdan qo'yamiz, bu yo'g'ini uzmasdan qo'yamiz. Plus mana buni qo'yib, mana buni ham bu yoqqa qo'yib yuboramiz. Ishi sifatiga, materialiga, liboy joyiga javob beramiz xudo xolasa. Inshaalloh. Qo'yni darvozamiz bezulo bo'lyapti. Eng original full varianti, shu pachinli 35 sm li. Mana bu bilan, channel bilan xudo xolasa qo'yamiz. Mana bu darvozamiz ham qo'yni bezulo ketyapti. Buxoron darvozasi. Buxorolik yoki kecha damofonmi nimadir deyirdingiz. 10 ta damofondan yaxshi o'qay mana bu mana. 10 ta damofondan yaxshi. Sababi men buni qanchadan biri asrayapman aka shu zamon. Qanchadan asrab avval kelyapman, shu kurto'roq, tozaroq, qimmatroq darvozaga qo'yamiz deb xudo xolasa. Abdulhay darvozalari ish sifatiga, materialiga, liboy joyiga javob beramiz xudo xolasa. Kuzatishni davom etasizlar. Sog' bo'linglar, charchamani. Xizmatlarni kech bo'lishiga qaramay mana ishlayapmiz. Hech kim qolmagan pashxonada. Stolda ishlayapmiz. Sog' bo'linglar, charchamani.